Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Dushanboyimizni yonboshiga unaqa 220 lik shkaf qilib berdik. Komplegi bilan 2 eshikli va seyflargacha qo'yilgan. Mashinalar ham yaxshi. Ichga ketib qolmaydi. Mana bu tomoni kalta kiyimlarga moslashgan. Material laminat. Cheglar stanoda bosilgan. Spanimiz matras 220 170 lik. Tayyor sondalarigacha bor. Telemoyimiz 1,5 metrlik brokolli joylar bemalol o'chaveradi. Vakuumli mana polkalarigacha qilib qo'ygan. Hatto tumbalarning ichi ham polka. Narxi 6 800 ming so'm. Vodiy bola dastlabki ustanovkasi ichida.